Assalomu alaykum obunachilar. Mana mayagimizni oxirini qo'yib bo'ldik. Xudo xolasa qum kelsa endi bismillah deb shkaturkani boshlaymiz. Mayak qo'yib bo'ldik. Idealniy sostenida qo'ydim. Qo'ldan kelgancha. Endi bir yaxshilab urib chiqsak, shkaturkasini keyin pastlarmaytlar steyshga bo'ladi. Qanday chetlar 1000 kvadratcha steyshga bor. Maytlar ham shkaturka bo'ladi, pazmay. Keyin ko'cha taraf bo'ladi. Ko'cha devorni qaranglar qanaqa urganman. O'zlaring baho berasizlar. Yana hlakavlik разный, har xil kelgan. Mana ular yangi рабочий, o'netda yana рабочий bor. Men qo'ldan kelgancha eplab urganmiz. Obuna bo'lishda faol bo'linglar iltimos. Gruppani kanalimizda rivoji uchun hissalaring qo'shasizlar degan umiddaman. Kommentariya, like tayamanglar. Rahmat hammaga.